Hammaga salom. Bugungi obyektimizda gaz svarka bo'lgan, gaz montaj. Qarorchi bugun 32 talik, 25 talik trubada tortilgan. Oxiri 20 talik trubada kelgan. Mana 20 talik truba. Hammasi elektr svarkada bo'lgan. Hammasi kirimtishni. Hozir gaz yo'llik uchun kran taqa qo'yilmayapti. Bu kotelning xona. Gaz koteldan osiladi. Bu yoqda kran, filtr, reduktor. O'zi filtrga qo'yilmasa ham bo'laveradi, потому что u yoq tomonda oxirida filtr qo'yilyapti. Har tomon qarshisiga qo'yiladi. Mana shunda akkuratni bulda teshilgan. Bu chiqishi oshxonaga qarab chiqyapti. Mana bu oshxona. O'sha kotelning orqa tomonida bo'lgan uchun o'sha yerdan chiqib fartuk tagidan ketyapti. Mana shu burchakda gaz bo'lar ekan. Shu gaz 15 talik trubadan chiqdi. Bu 20 talik truba. Bu yog'i usti stolishnica bo'lsa, tagida 10 sm zazor bilan qolib ketyapti. Hozirgi moda shunaqa bo'layotgan ekan. Mana shunaqa ishlayapti. Shu ishlar bo'ldi. Bu yoqda mana tashqariga chiqqan. Ko'tarilib mana shundoq 25 talik trubaga o'tyapti. Gaz o'zi past kelyapti. Urovni orqa tomonda hozir ko'rsataman. Bu yoqda ertaning qosh bo'lsa, oynaning romning qoshi o'shanga sal teparoq ko'tarildi. Mana shundoq. Mana shu ko'tarishga ilojini qildim. Kimdir aytadiki, mana shuni tepaga ko'tarib bundoq olib ketsang ham bo'lardi. To'g'ri, lekin u yoqda boshlaganimda uje bu yoqni o'zida ko'tara olmadim. Потому что u yoqni o'zida ko'tarilib ketdi, xuddi shunaqa. Mana shunda ko'tarilib mana shunda keldi mana. Hammasi gaz svarka, elektr svarkada bo'ldi. Mana shunaqa zazorlar qoldi, 4 sm orasi. Tam shu yerga malarka qilayotganda orasiga kirish uchun. Mana shundoq ketdi. O'ngga chapga kirmasdan. Haligi yetayotgan joyimki, mana shu ko'tarildi. Потому что bu yoqqa tepaga chiqqanda ertaga u bir narsa tagidan qiladigan bo'lsa, tegib qolmasligi uchun mana shu yerga burib, mana shu o'zidan, mana shu qoshmi, eshikni anaqasimi bu narsa qilinsa, mabodo mana shu расстояние bor. Mana shveli va urovingda ketib, bu yoqda ham ko'tarildi, потому что buni urovingda kelganda chizilgan joylar bor ekan. O'sha chizilgan joylar ham o'sha qoshiga qarab kelyapti. Shuning bu nima ishda sho'chik bo'ladi. Bu yog'i nega davomi yo'q deyilgani hisobi, bu yerda hali bir plan bor. Keyinchalik naves qilish. O'sha naves aniq necha balandlikda bo'lishini hisobida bu paka qilmay turildi. Потому что hali sho'chi ham yo'q. O'sha sho'chi kelganda shu bratolar mashitdan, mana shu tepadan borib, tepaga ko'tarilib, mana bitta vreska bo'ladi. O'sha vreskaga kiriladi. O'sha vreskaga ichiga kiradi. Mana shunaqa ishlar bo'ldi, xudo xolasa. Kimga yoqmagan bo'lsa, like qo'yinglar. Kimga yoqqan bo'lsa, like qo'yinglar.